Hayajonli daqiqalar. Assalomu alaykum. 10 kunlik mehnatdan keyin avtomobilimiz tayyor. Bunga qilingan ishlar bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Avtomobilimizga qilingan asosiy ishlardan bittasi polni kuzov detailing polirovka bo'lgan. Undan keyin germanskiy Koch firmasining keramikalaridan surib berganmiz. Bileski o'zi aytib turibdi. Avtomobil nafaqat suvdan, balki tashqi ta'sir, ya'ni tosh-posh sachrashdan ham qo'rqmaydi. Nimagaki oldi kapot kriloda 210 mikronli o'zini o'zi qayta tiklovchi bron plyonka turibdi. Keramikadan keyin avtomobilning tashqi ko'rinishini ko'rib turibsizlar. Endi asosiy xususiyati gidrofobini tekshirib ko'ramiz. Videoda ko'rib turganingizday keramika 100% mashinani himoya qilyapti. Bu joyda qolgan suv qoldiqlari ham avtomobil harakatlanganda tushib ketadi. Mijozimiz uchun maksimal darajada komfort yaratish uchun polni shumizolyatsiya qilib berdi. Eng full variantda bo'ldi. Eshiklarini chetiga ham e'tibor berasizlar. O'sha zamish qilib berdi. Bu eshik yopilishida va tashqi ko'rinishida katta rol o'ynaydi. Avtomobilimizda nafaqat tashqi ko'rinishi, balki saloniga ham ancha mehr berildi. Eshik ochilishi bilan birinchi e'tibori tortadigan mana shu chexollar Kardinar firmasining premium to'plami, ya'ni Myunxen to'plamlaridan foydalanib chexol taqib berganmiz. Kunlik mehnatimizdan keyin eng hayajonli daqiqalar. Bu joyda mijozda bitta gapi ancha-muncha narsani hal qilib qo'yishi mumkin. Aka, qilgan mehnatimiz sizga yoqdimi? Elegant studiyasiga rahmat. Mashina biz o'ylagandan ham yaxshi holatda chiqdi. Sifatiga gap yo'q. Sizlarga ham tavsiya qilamiz, xudo xolasa kelib qildirishinglarni. Bundan keyingi xizmatlarimizni ham elegantga ishonib topshiramiz. Bu ko'rsatilgan xizmatlarni hammasini garantiyasi bor, xudo xolasa. Bu kamchiligimiz bo'lsa, bemalol aytsangiz, xudo xolasa hammasini to'g'rilab beramiz. Sizlarga ham rahmat. Avtomobilingizda shunaqa sifatli xizmatlar va maksimal darajada komfort his qilmoqchi bo'lsangiz, studiya tanlashda adashmang.